Assalomu alaykum, hurmatli Hikvision va STS montajnik spetsialistlari. Bugun sizlarga ko'pchilikni qiynaydigan savol kubik kamerani, ya'ni ko'pchilikni tilida aytganda sigaret bochka kamerani передатчигini, ya'ni zvukini o'chirish ko'pchilikni qiynaydi. Qanaqa o'chiramiz? Bir xil masalan kompyuter orqali yo bo'lmasam Anywhere orqali o'chirishni biladi, lekin bir xillada kompyuter yonida bo'lmaydi yo bo'lmasam Anywhere yangicha plashtikalar kundan kunga chiqib yotibdi. Qayerda joylashgan, qayerda o'chirish kerak, uni topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga hozir Hikconnect orqali qanaqa o'chirishni o'rgataman. Ya'ni telefon orqali. Buning uchun Hikconnect приложениеga kirasizlar. Anywhere ile Wi-Fi routerga ulangan bo'lishi kerak. Internet bo'lishi shart emas, bez internet ham qilsa bo'ladi. Shu Hikconnectga kirganingizdan keyin tepada plus turadi, plusni bosib onlayn ustroyство degan joyiga kirasizlar. Onlayn ustroyствоga kirganingizdan keyin bu yerda o'sha Anywhere, undan tashqari hamma ulangan kameralarni ko'rsatadi. Bu yerdan o'sha Anywhere masalan internetga ulamoqchi bo'lsangiz, Anywhere ham dabait qilib olaverasizlar. Yo bo'lmasa o'sha sigaret bochka kamera nechta bo'lsa hammasini dabait qilasizlar. Bu yerda mana dabait qilingan operatsiya совершение deb ko'rsatadi. Dabait qilinmagani aktivniy bo'lib turadi. Bu yerdan shu dabait qilib olasizlar. Dabait qilganingizdan keyin bu yerda mana past tomonda Anywhere turibdi, tepada shu bitta kamera dabait qilingan ko'rsatyapti. Bu yerdan настройкаga kirasizlar. Настройкаga kirganingizdan keyin past tomonda 3 ta knopka bor. Uni bosasizlar. 3 ta knopkani bosganingizdan keyin удаленный настройка chiqib keladi. Удаленный настройкаga kiramiz. Удаленный настройкаga kirganingizdan keyin bu yerda informatsiyasi, vaqtini настройка to'g'irlash, parol almashtirish, keyin zapis, masalan fleshka qo'ygan bo'lsanglar, zapisini постоянныйmi, движенияmi yo boshqacha настройкасini ham qilsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasa bu narsani Anywheredan qilsanglar ham bo'ladi. Anywheredan ham shunaqa настройкалari bor. Bu yerda mana нормальный события bor, smart события bor. Biza masalan smart kamerada boshqa funksiyalarni ham bajarsanglar bo'ladi. Biza нормальный событияga kiramiz. Нормальный событияga kirganingizda tepada mana alarm degan joyi bor. Shuni o'chirasizlar. Tepada датчик движениясini ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Shu alarm o'chirganingizdan keyin mana tagidagi rasmda o'sha o'chgan holatida turibdi. O'chirib olganingizdan keyin shu звуковой signalizatsiyasi o'chadi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.